Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizning doimiy kuzatuvchilar. Bugun mana 2026-yil, bugun taksistlarimiz nechi bugun? 18 mi? 19-may. 19-may yangi partiya drabelkalarimiz yetib keldi. Universal drabelkamizni bitta obzor qilib sizlarga ko'rsatib beramizda. Keyin davomida mana bu o'sha bundan o'tgan mahsulotni bundan o'tkazib granula qilib beramiz. Xohlasa bizlarni kuzatishda davom etsanglar, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bu drabelkalarimiz Xitoydan keladi, zavod Bao kompaniyasiga tegishli. Kelib ko'rsatishingiz mumkin mana. Salafanda mana shunaqa holatda keladi. Materiallar bilan o'ralgan mana shunaqa Beshikaz. Betalafot mana. Mana tishlarni ko'rsating. Ichida mana shunaqa 4 ta nasatkasi chiqadi. Ha, shuni olib turing ha. Ochib ko'rsating uni ham, oching salafanni. Ya, mana oching. Buni qo'yavering, men keyin ko'rsataman, davom etishda. 4 ta sitkasi bor, yonidan joylashadigan, 2 ta donga, 2 ta xashakka. Mana bu Makka jo'xoriga. Mana bu don bilan bug'doyga. Bu sotali makkaylarga mo'ljallangan. Bu somon press, beda presslarga mo'ljallangan. Hozir nima chiqaramiz? Beda chiqaramizmi? Ha, beda chiqazamiz, bedaniga qo'yamiz. Mana. Bu tomondan o'tib. Ya mayli, shu maydasidan chiqazaylik, bir odamlar ko'rsin, mayin bo'lsin. Endi uni o'sha mana buraydiganni hozir mana bundan olamiz, mana. Bu ham mana salafanchalarda hamma narsasi komplekt turibdi. Ochib sizlarga birma-bir ko'rsatib o'ramiz hozir uni. Nima qayerga qo'yiladi, mana buni qotirishga, sitga qotirishga hamma narsa bejirim ishlangan, mana ko'ryapsizlar. Mana bular oyoqlarga qo'yiladi, beton joylarda oyoqlariga qo'yiladigan, mana 3 ta oyog'i, 3 ta rezinkasi. Endi balonchalarni qo'yamiz. Mana shu balonchalarni bitta o'rnatib, chiroyligini qilib olamiz. Hamma narsasi o'z joy-joyiga komplekt bo'ladi. Ko'ryapsizlar mana. Ha, komplekt bo'ldi. Endi tepada bunkerni qotirib olish uchun mana boltlari bor. Sakkizta bolt bekachasi bor, mana shularni qotirib olinadi. Shu bilan tepasi. Sal yedirib tushaymiz, keyin qotirib tashlaymiz. Qiyin emas, umuman buni yig'ish, har qanday oddiy, har kim sotib olib, bemalol uy sharoitiga yetib. Chunki qolgan joylar yig'ilgan holatda keladi. Mana shu bunkerlari shunchaki tartib bilan osonroq yetib borish uchun mana shunaqa holatda keladi. Xonadonlarga bemalol tartibi bilan borish uchun, mashinalarga ortib olib ketish uchun, oson bo'lish uchun mana shu narsalar shunaqa taqlanmagan keladi. Necha tokdan nechigacha ishlaysiz, Jamshid bu? Bu 180 tokdan 250 tokkacha bemalol ishlab beradi, lekin tavsiyamiz 200 va undan baland toklarga to'liq quvvatda ishlab beradi. Mana qo'yib oldik. Mana bu narsachasi bu hozir bitta temirga qo'yiladi. Mana temirchasi. Tabiiysiz, mana donni chiqaradigan temiriniki bo'ladi mana bu. Hozir qotirib olishsin. Bedani mana bu idishga chiqazamizmi, qopgami? Shunga mayli qopga bo'lsa qopga. Yangishi mumkin-da, ozgina qopiga chiqarsak qop sirasi qopga tushadi. Kattaroq qoplar bo'lsa, havo chiqazadigan qopga o'tkazib olsangiz ham bo'ladi, mahsulotingiz kamroq bo'lsa. Ko'p bo'lsa tavsiya bermaymiz, bo'lmasa mana shunday yashik qilib olish kerak, yashikka chiqazib olish kerak. Balonchalar hozir bizlarga
Kerak emas. Qo'yib turamiz chekkaroqqa. Qopni og'ziga qo'yamiz. Biylarni olib kelaylik-da. Mana biyda presimiz. Bilan olib tashlaymiz. Menga bering o'sha ipni. Og'zini bog'lab qo'ymoqchimisiz? Mana shu yerga tuyib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shu yerga o'zini tuyib qo'ying. Ya bog'laysizmi? Kattaroq tuyib qo'ying. Yo'ladimi? Bo'ldi. Tokimizni nariyoqqa chiqaramiz. Bundan ishlataveramiz. Ha, yo'q, shu bilan shunga. Ha. Yoqqa tiqing. Ishlarni bitta ko'rsating. Og'izlari ham katta bo'lib chiqqan bularni. 2026-yil Akula Jabrali bo'ladi. Pichoqlar kalyonli po'latdan bo'ladi. Xotirlarga almashadigan pichoqlar. Endi qani bitta qo'shib Ishlataveraymi? Ha, bismillah. Avtomatni qo'shing-da. Bu yerda qo'laydi. Avtomatimiz bu o'chirib yoqadigan, hozir yoqilgan turgan ekan. Hozir joylashdi. Bismillah. Mana, ko'rsataylik qanday chiqishini. Mana ishlarini ko'rsating. Ne bozuk qoldi. Hammasinimi? Ha, o'tkazdi. Tokimiz hozir mana nechi ekan? Tokimiz 187 bilan ishlayapti. Tokimiz ozgina pastroq. Mana ko'ryapsizlar, past tokka ham ishlayapti.
o'chirsak ham bo'ladi. Hurmatli mijozlarimizga hozirgi drabilkadan o'tgan hashaklarimizni ko'rsatamiz. Qani olib keling kamerangizni. Mana. Ko'proq o'zimni qayirib oling. Ana vidamiz. Mana. Endi buni hozirgi kunda changishi, hurmatli mijozlar, quruqda ozgina. Buga ozgina solishdan oldin bir suvni ozgina sevib olsa, changi ko'tarilmaydi. O'chirganimizdan. Bu donni ham o'tkazaveradi. 200-300 kilo soatiga bemalol donni o'tkazib beradi. Hashaklarni ham mashqa maydalab beraveradi. Kimga mana shu mahsulotdan kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Endi yana bitta nimamiz, buni mana bu granula apparatimiz kelgan yangi 2026-yil versiyasi. Bu necha kilovatlik bu? 7. Ya? 7,5. 7,5 da. Bu 7,5 aka, kechirib qo'ying. 7,5 kilovatlik 380 ga ishlaydigan granula apparatimizdan o'sha o'tgan bidamizni bunda granula qilib ko'rsatib beramiz. Mana boyagi drabilkadan chiqarib olgan hashaklarimizni endi mana granula apparati to'kish o'tkazish uchun bu to'kib olamiz, mana ko'rsatib. Sekin toshib ketar ekan, ko'plik qilar ekan. Bo'ldi, mana. O'tkazsa. Keraklicha olaylik. To'kamiz. Endi hozir bitta presimiz mana qancha bo'lishini ko'ryapsizlar. Bitta pres bidamiz. Mana. Soling. Mana kelib ko'rdi. Mana bidamiz. Ko'ryapsizlar. Ozgina qizigandan keyin ob'yom ham ko'payadi va mana bu mahsulot ham qattiqroq bo'laveradi. Keling, yaqinroq ko'rsating mana bu chiqayotgan mahsulotimizni mana. Faqat bidani o'zi bo'lyapti hozir bu, mana. Ko'ryapsiz, yam-yag'ir bida faqat mana. Qo'lni kuydiradi, ham shu qaynoq. Ha. Demak, qo'ylarga berasiz, umuman nishqib qilmaydi-da buni. Donalab yeydi. Har bir narsani sarf hisobi bilan o'lchab berishingiz ham mumkin mana bidamizni. Toza bida, ekologik toza mahsulot. Mana. Mana. Chiqarib tashlaymizmi hammasini? Mana, mana. Ha, solavering. Qo'lni kuydiryapti. Mana endi ko'payyapti chiqishi.
bitta presimiz mana shu narsa bo'ldi xolos. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni albatta bir yoyib olasizlar, qaynoq bu juda. Va ozgina namligi bor uchun yoyib, quritib, qoplarga solib qo'yishingiz mumkin keyin. Bemalol turaveradi. Qishga zaxira qilib qo'yishingiz ham mumkin masalan. Qishda boshqa ham yaxshi holatda beraverasizlar.